farzandimni repetitorga beraymi yoki xususiy maktabga beraymi? Mana bu savolni bizga ko'p berishadi, izohlarda ham berishadi, o'zimizga ham kelib berishadi. Bugun shu savolga javob beramiz. Xususiy maktab YouTube kanalidan maktab yaxshi, xususiy maktab zo'r va maqalas repetitori degan javob kutayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Bugun xolis yondashamiz. Chunki biz xususiy maktab bo'lganimiz bilan bizga mos bo'lgan o'quvchi kerak. Ya'ni ikkilanib o'qiymi degan, ya'ni natija qilmaydigan, repetitorga borganda yaxshiroq bo'ladigan o'quvchi kerak emas. Yaqindagina 11-sinf o'quvchimizga men aytdim. O'zi ham qabul qildi va biz maktabdan ketdi. Sen repetitorga borishing kerak dedim. Yo'q, men sen so'rayotgansan qilib bera olmayman dedim. U ham rozi bo'ldi, biz ham rozi bo'ldik va u ketdi. Ya'ni ba'zan biz o'quvchilarni qo'yib yuborishga majbur bo'lamiz, ularga repetitor yaxshiroq bo'ladi. Ba'zan ularga xususiy maktab yaxshiroq bo'ladi. Xususiy maktab yurg'izayotgan inson sifatida va 7 yil davomida o'quv markazi yurg'izgan odam yoki o'quv markazida ishlagan, keyin yurg'izgan odam sifatida ikkalovini bemalol solishtira olaman deb o'ylayman. Repetitorlik ham qilganman, xususiy maktabda ham hozir ishlayapman. Shuning uchun bugun qaysi biri kimga mosligi haqida gaplashamiz. Javobimiz bu yerda o'zgarmagan, xuddi ideal maktabga o'xshab. Ya'ni hamma uchun xususiy maktab eng zo'ri degan javob ham yo'q. Repetitor eng zo'ri maktablar bo'lmaydi degan javob ham yo'q. Kimgadir bunisi mos, kimgadir unisi. Aytgancha, o'tgan videoda biz farzandimizni qanaqa qilib kelajakka tayyorlash, prezident maktabiga tayyorlash, fikrlaydigan qilish, sabab oqibatlarni tushunish, ilmga muhabbatli qilish haqida gaplashdik. Ya'ni shunchaki suhbatlar orqali. Ya'ni 5 yoshgacha, 7 yoshgacha, 12 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz bilan qanaqa suhbatlar qilsak, ularga eng ko'p yordam bera olishimiz haqida gaplashdik. Mana shu videomizni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Endi mavzuga o'tadigan bo'lsak, repetitor bu o'zi nima? Repeat so'zidan olingan bu, ya'ni takrorlash degani. Repetitorlar eng avvalgi g'oyasida o'quv markazlari maktabda o'tilgan mavzularni bola tushunmay qolgan paytda uni qaytadan o'tib berish uchun avval ochilgan bo'lgan. Butun dunyoda shunaqa. Xitoyda ham, Yaponiyada ham, O'zbekistonda ham butun dunyoda repeat so'zidan, ya'ni takrorlovchi degan so'zdan olingan va ularning avvalgi maqsadi ham shunaqa bo'lgan. Ya'ni maktabda o'tilgan mavzularda ba'zi bolalar qolib ketadi orqada. Yoki kech keladi, yoki kasal bo'lib qoladi, yoki safarga chiqib qoladi. Nimadir bo'ladi, orqada qolib ketadi. Va shuni takrorlab yetkazib olish uchun avvalo repetitorlarga borilgan. Endi ta'lim tizimi yetarlicha qoplab bermaydigan holatlar bor. U davlat maktabi bo'lsin, xususiy maktab bo'lsin, butun dunyoda mana shu ta'lim tizimi yetmayotgan paytda ota-onalar repetitorga takrorlash uchun emas, balki o'qish uchun jo'natishni boshlashadi. Misol uchun Xitoyda bolalar kattaroq muvaffaqiyatga erishish uchun, tengdoshlardan o'tib ketish uchun bir kunda bo'ladigan universitet ekzamenlari bor. Nomini shu yerda qoldiramiz. Ana shu imtihonlardan baland ball, yuqori ball olish uchun tayyorlanishadi. To'g'ri 5 yoshidan boshlab tayyorlanishadi. Bu imtihonlar Koreyada ham bor, Yaponiyada ham bor va ota-onalar bu davlatlarda bolalarini asosiy urg'usini repetitorga berishadi. Ya'ni bolam repetitorda o'qiydi, maktab shunchaki majbur bo'lgani uchun borsin deyishadi. Ya'ni o'zini boradigan standart maktabidan qoniqmaydi. Buni men Yaponiyaga borganimda ham ko'rdim. Juda ko'p maktablarni, hattoki davlat maktablarini, ta'lim zo'r bo'lgan davlat maktablarining yonginasida shundoqqina repetitor markazlari ochilgan. Buni o'zimizda ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bizda ham ta'limdan qoniqmagan ota-onalar yo'q, bu yerda tushlikkacha olayotgan ta'limidan men qoniqmayman, yetmaydi, bu bilan o'rgana olmaydi deb hisoblagan ota-onalar shunda bolasini oladida, ko'pincha maktab qoshida yoki mahallasida yoki ko'chani boshida, ya'ni uyini atrofidagi o'quv markazlariga bolalarini jo'natadi. Bizni ham o'quvchilarimizni mana o'quv markazida 85-90% aynan maktab o'quvchilari bo'lgan. Va biz ularga ingliz tili, avvalo boshida ingliz tili, matematika, keyinchalik faqat ingliz tili o'rgatganmiz va bu ingliz tili ular maktabda ham o'qiyotgan bo'lishgan. Ya'ni biz asosiy darsda o'tiladigan fanlarni takrorlovchi vazifasida bo'lganmiz. Lekin natijani o'quv markazi sifatida qilganmiz. Demak, mana shu repetitorni kelib chiqishi va nima uchun o'zi maqsadi nimaligi. Endi hozir men repetitorni o'quv markazini afzalliklari haqida gapiraman va keyin xususiy maktabning afzalliklari va ikkovining kamchiligi haqida gapiraman. Mana shu joyda bir narsani hisobga olib qo'yishingizni xohlardim. Bu nima desa, men o'zini ishini yaxshi bajarayotgan, kuchli, obro'si uchun ishlaydigan, natijasi uchun ishlaydigan xususiy maktablar va xuddi shunaqa o'quv markazlar haqida gapiraman. Ya'ni bu ta'rifim istalgan o'quv markaz va istalgan maktabga tushib ketavermaydi.
Ya'ni o'zini ishini yaxshi bajarayotgan maktablar va o'zini ishini yaxshi bajarayotgan o'quv markazlariga tegishli. Demak, boshlaymiz. Repetitor yoki o'quv markazini afzalliklari nima? Nimadan ular qaysi tomondan xususiy maktablardan ustun bo'ladi? Birinchisi, istalgan repetitorda xoh u ingliz tili markazi bo'lsin, matematika markazi bo'lsin, ximiya, biologiya markazi bo'lsin, mavzu tezroq o'tiladi. Ya'ni 3 yilda o'tiladigan mavzu 2 yilda, 5 yilda o'tiladigan mavzu 4 yilda yoki 3 yilda, 1 yilda o'tiladigan mavzu 3 oyda o'tiladi. Tezroq bo'ladi. Chunki ular mana shu fanga ixtisoslashgan bo'ladi. Agar sizni vaqtingiz kam qolgan bo'lsa, ota-onalarimiz, ya'ni farzandingiz 10-sinf, 11-sinf maktab bo'tda tez bir narsa natija qilib berish qiyin bo'ladi. Ya'ni bizga tez natija kerak bo'ladigan bo'lsa, repetitor o'quv markaz yaxshi yechim. Ularda mavzu tezroq o'tiladi. Biz misol uchun mutlaq ingliz tilini o'quv markazida 2 yilda tugatardik. Keyingisi guruhlardagi, ya'ni guruhlash jarayoni daqiq darajalar bo'yicha bo'linadi. Kichikkina farqqa ham yo'l qo'yilmaydi. Nimaga desa, o'quv markazlarida yosh chegarasi yo'q. Ya'ni 7 yoshli bola bilan 9 yoshli bola ham o'tiraveradi. 13 yoshli bola bilan 18 yoshli bola ham bitta guruhda o'tiraveradi. Bizda hattoki ba'zi guruhlar bor edi. Guruhda 22 yoshli bola ham bor edi, 11 yoshli bola ham bor edi. Va ular bir xil tezlikda ketgani uchun bitta guruhda o'qiverishardi. Farq 10 yil. Va bu nimaga olib keladi o'quv markazlarida, repetitorlarda bolalar bir-biridan ko'p mavzu orqada qolmaydi. Ya'ni bo'lsa 1 bet, 2 bet bitta mavzu qolib ketadi. Bittasi endi kirib kelyapti, bittasi anchadan beri o'qib yuribdi degan narsa bo'lmaydi. Bu daqiqlikni maktablar qilib berish qiyin, juda ham qiyin. Chunki maktablarda deyarli butun dunyoda bolalar yoshiga yarasha o'qishadi. 3-chi afzalligi, o'qituvchilar baribir butun dunyo bo'yicha o'quv markazlarida kuchliroq bo'ladi. Nega? Chunki o'quv markazlarining aksar 90-95% qismi 3 ta fandan, ba'zan 2 ta fandan ortiq mutaxassislashmaydi. 10 ta fanni hammasini zo'r o'qitaman degan o'quv markazlar u fanni hammasini bir xil zo'r o'qita olmaydi. 2 ta fanni tanlab olsa, masalan, ximiya, biologiya, matematika, fizika, ingliz tili, matematika, ingliz tili, rus tili, qaysidir 2 ta fanni yoki bitta fanni tanlab olgan o'quv markazlari o'sha fanda eng zo'r o'qituvchilarni yetishtirishni boshlaydi, eng yaxshi dasturlarni topishadi, o'sha bo'yicha bu eng zo'r ekan degan nom chiqarishadi va eng zo'r o'quvchilar ularga borishni boshlaydi. Hattoki ingliz tilida hozir shunaqa holatga kelganki, biz paytimizda boshlangan edi, hozir menimcha yakuniga yetdi. IELTS bo'yicha boshqa o'quv markazlari yaxshi bo'lib ketgan. Sefr bo'yicha boshqa. Ikkalovi ham ingliz tiliga tayyorlaydi, faqat imtihonlari har xil bo'lgani uchun hattoki shu darajada ham ular daqiqlashishgan, ixtisoslashishgan. Va umumiy ingliz tilini o'rgatadigan va bolalar ingliz tilini o'rgatadigan o'quv markazlari ham ajrab qolgan. Keyingisi dars vaqtini moslashuvchan bo'ladi. Ya'ni kechqurungi 8, 5, 6, 4 farqi yo'q. O'sha vaqtga ham dars topsa bo'ladi. Yoki ertalab vaqtli 9 ga, 10 ga, 11 ga ham vaqt dars topsa bo'ladi. Ko'pincha mana shu vaqtda o'qimoqchiman desangiz, o'sha vaqtda guruhi bor o'quv markaz albatta topiladi. Bu rejalashtirish, kunni rejalashtirishga juda ham qulay. Maktabga farzandingizni bersangiz, albatta u doim ertalab boshlanishi kerak bo'ladi va eng vaqtli tugilganlari 2 da, 3 da, keyin kechroq tugilganlari 4, 5, 6, 7 da tugilgan maktablar ham bor. Keyingisi repetitorning afzalliklari bola guruhini almashtirib keta oladi. O'qituvchi yoqmay qolishi mumkin, oldinga o'tib ketib qolishi mumkin bola, orqada qolib ketishi mumkin yoki ko'chib ketishingiz mumkin. Farqi yo'q. O'quv markazida almashish juda ham bemalol. Bizda mana o'quv markazida shunaqa holat bo'lardiki, men keyinchalik buni surishtirib bildim, bu norma ekan. 10 kishilik guruh boshlanadi. Yilning oxiriga borib, o'sha 10 kishilik guruhda eng boshida o'tirganlar 2 kishi bo'ladi xolos. 8 ta odam mutlaq yangi va boshqa odam bo'ladi. Va bolalar bog'lanib qolmaydi, shu guruhda o'qiyman, shu o'qituvchida o'qiyman demaydi va biz uni bemalol kun vaqtini, soatini boshqa o'quv markaziga o'tkazib ketishimiz oson bo'ladi. Qoniqmayapmizmi? Bo'ldi, keyingisiga o'tamiz. Qoniqmaymizmi? Boshqa guruhga o'tamiz. Qoniqmaymizmi? Boshqa o'qituvchiga o'tamiz. Ya'ni bizda tanlov keng bo'ladi. Keyingi afzalligi o'quv markazini o'zini ham almashtirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz har oy bu to'layotganda o'quv markazining o'zi yaxshimi? Ha, bo'ldi. Yoqmayaptimi, yoqmayaptimi, nima deysan? O'zgarish bo'lyaptimi deb turib, oson almashtirib keta olamiz. Maktabda bu narsani ko'ramiz. Hattoki men eng yoqmayotgan maktabda ham ota-onalar shu o'quv yilini tugatib olsin, choragini tugatib olsin. Sinfdoshi bor-ku, uyimizga yaqin-ku deb aytadi. Ya'ni almashtirish babi og'riqli kechadi. Demak, mana bu repetitorlarning afzalliklari. Umumiy qilib yig'adigan bo'lsak, bitta fanni zo'r o'rganish uchun, tez o'rganish uchun, guruhlarga yig'ilib turib o'zi xohlagan vaqtda o'rganish uchun repetitorlar yaxshi tanlov ekan.
Misol uchun bolangizga robototexnikani o'rgatmoqchisiz yoki ingliz tilida orqada qolyapti yoki matematikasini kuchaytirmoqchisiz yoki rus tilini bilsin deyapsiz yoki ingliz tilidan IELTS olish kerak deyapsiz. Shu sohadagi eng yaxshi o'quv markazini lokatsiyangizga, uyingizga qarab turib tanlaysiz, berasiz. Katta ehtimol agar zo'r o'quv markazi bo'lsa 80-70% ehtimol bilan bitirganda o'sha natijaga erishadi. Bu bitta fan bo'yicha. Mana bu repetitorni umumiy xulosa qilganimizda afzalliklari kelib chiqadi. Endi maktabni kamchiliklari haqida gaplashsak, mana shu narsalarni qilib bera olmaslik eng kuchli xususiy maktabni ham kamchiligi hisoblanadi. Chunki maktablar odatda bolalarni daqiq guruhlay olmaydi. Ya'ni 3-sinfdan mana bu yerda turk tiliga qiziqadigan bola bor ekan, xuddi shunaqa 5-sinfda bor va 7-sinf o'quvchimiz bor va ularni bittasini vaqti ertalab, bittasini vaqti 3 dan keyin, bittasi soat 5 da, bittasi 3 oyda o'rganish kerak, bittasi 1 yilda o'rganish kerak. Bularni guruhlash juda ham qiyin bo'ladi. Umumiy yondashishga majbur bo'ladi. Ana endi xususiy maktabning afzalliklaridan kelib chiqamiz. Bu afzalliklar o'z-o'zidan bilaverasizki, o'quv markazlarining kamchiligi hisoblanadi. Xususiy maktablarning kamchiligini gaplashdik. Demak, xususiy maktabning afzalliklari bu sinfga kirgan bolalar sinfni oxirigacha borish imkoniyatlari baland bo'ladi. Ya'ni biz o'zimizning maktablarimizdan statistika keltiraman hozir. Bizda o'quv yilini boshlagan bolalarni 90-95% qaysi sinfdaligiga qarab o'quv yilini oxirigacha boradi. Ya'ni sinfda 24 ta bola boshlasa, yilni oxiriga borib qarasangiz, 22 ta bola hali ham o'sha sinfda o'qiyotgan bo'ladi. Eng katta ehtimol bilan ba'zi sinflar bor, u sinflardan hech kim ketmaydi. Misol uchun boshlang'ich sinflar. Bola hammasi yaxshi bo'lsa, o'qib turgan bo'ladi. Bu nima beradi? Bu bola demak qolib ketmasdan albatta nimadir o'rganishiga kafolat beradi. Boya o'quv markazlarida esladik. Biz o'zimiz ham mana 7 yil yurg'izgan, ishlagan bo'lsak, o'quv markazini almashtirish oson. Uni o'qishga majbur emassiz. Sizni metrkangiz yoki boyagi attestatingiz sizda turmaydi, yoki hujjatlaringiz o'tga bog'lanmagan va o'qituvchi o'tda tez-tez almashish ehtimoli bor yoki sinfdoshlar, kursdoshlaringiz, ya'ni guruhdoshlaringiz sinfdoshingiz emas, do'stingiz emas ko'pincha. Shuning uchun ham bemalol istalgan oyingizni to'xtatib qo'yishingiz mumkin, bormay qo'yishingiz mumkin. Maktabga bormay qo'yish degan tushunchani o'zi yo'q. O'quvchilarimizni 91-92% doimiy maktabga kelishadi. Birinchidan majbur, ikkinchidan kelishni xohlashadi. Endi bu holatda demak biz boyaga o'quv markazidan ketib qolishi mumkin bo'lgan, haydalib ketishi mumkin bo'lgan. Bo'ldi, charchadim, boya bormayman yoki safarim bor, o'qimay turaman deb turib, qoldirishi mumkin bo'lgan bolalar ham xususiy maktab bo'lsin, hattoki davlat maktabi bo'lsin, istalgan maktabda o'qiydi. Ya'ni u nimadir o'rganishda davom etadi. Ikkinchisi bu muhit berishi. Boya gaplashdik, o'quv markazida doimiy sinf muhit almashib turadi va bolalar har xil bo'ladi. Kimdir talaba 18 yosh, kimdir 15 yosh, endi maktabni bitiryapti, kimdir 12 yosh, hali o'rta sinf o'quvchisi va bularni chiqishib ketish ehtimoli kam bo'ladi. O'zim ham ko'rardim, o'zim dars bergan paytimda o'quv markazida men 20 yoshli bola bilan 13 yoshli bolani umumiy qiziqishini topa olmasdim. Bularni birlashtira olmasdim. Avvalo 20 yoshli 13 yoshli bilan uncha-muncha gaplashmasdim. Shuning uchun bolalar tengdoshlari bilan guruh-guruh bo'lib olardi. Bolalar o'z tengdoshlari bilan gaplashib chiqishib ketishi oson. Shu sababli ham maktab muhit beradi. Agar u muhit yaxshi bo'lsa, bolani o'qishga targ'ib qiladi. Nima shu ish qilmayapman. Men tengi bola qara, shu o'qiyapti, shu til o'rganyapti, shu misolni yechyapti, nega men yecholmadim degan savol paydo bo'ladi. Buni aks ta'siri ham bor. Agar muhit yomon bo'lsa, u pastga tortib ketadi. Mana shular ham yuribdi-ku, ishto'chalib darsga kirmay, men nima kirishim kerak degan narsa ham bo'ladi. Demak, buni ham afzallik, ham kamchilikka qo'yishimiz mumkin. O'quv markazlarida odatda bolalar bir-birini uncha-munchaga tanimaydi. 1,5 soat, 2 soat, 3 soatga darsga borasiz, o'qituvchi gapiradi, vazifalarni qilasiz, siz gapirasiz, qanaqadir guruh faoliyati darslari bo'ladi. Darsdan tashqari gaplashish juda kam. Borasiz, darsdan chiqib ketasiz. Bolalarni bir-biri bilan do'st bo'lib qolganlari tarixda men juda kam ko'rganman. 5% balki bordir. Ya'ni lokatsiyasi bir-biriga yaqin, qiziqishlari, yoshlari bir xil bo'lgan bolalar oxiri do'st bo'lib qolishdi o'quv markazida. Maktabda bo'lsa, siz tanaffuslar bor, birga ovqatlanishlar bor, birga sport o'ynash bor, birga har xil mashg'ulotlar bor, tabiiy do'st bo'lib ketasiz. Natijada bu muhit bo'lib beradi. Muhit haqida biz keyingi videomizda albatta gaplashamiz. Farzandimizga qanaqa muhit qilsak bo'ladi? Xususiy maktabga berish shartmi zo'r muhit qilish uchun? O'zi muhit deganda qanaqa qilamiz? Do'stlarini qanaqa tanlaymiz? Qanaqa o'rtoqlarni unga qo'shamiz, qanaqa o'rtoqlarni qo'shmaymiz degan videoni tayyorlayapmiz. Keyingi videomiz xudo xolasa o'tkazib yubormay, mana shu yerda link chiqishi kerak. U video chiqqandan keyin bu videoda chiqadi. Xudo xolasa keyingi videomiz shu haqida bo'ladi. Obuna bo'lish va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, chiqishi bilan ko'rasiz. Biz bo'lsa davom etamiz. Demak, mana shu muhit demak bolani motivatsiya qiladi.
ruhlantiradi yoki pastga ham tortishi mumkin. O'quv markazlari buni bera olmaydi. Keyin xususiy maktablarni afzalliklari, agar u yaxshi maktab bo'lsa, boya aytdik, hamma narsani baravar yaxshi o'rgatadi yoki hamma sohada o'stirishga harakat qiladi. Ya'ni borib turib faqat ingliz tili qilib beraman demaydi. Yo'q, tarix ham o'rgatadi, matematika ham o'rgatadi. Qo'shimcha to'garaklar bor. Mana bizning o'zimizda 10 ga yaqin to'garak bor. Ovqat pishirishni ham o'rgatamiz qizlarimizga, bolalarimizga daraxt aralashni ham o'rgatamiz, stol yasashni ham o'rgatamiz, robototexnikani ham o'rgatamiz. Xitoy tilini nechta o'quvchimiz o'rganyapti? Mana arab tilidan 15 ta o'quvchimiz sertifikat oldi. Ya'ni ular o'rganishni reja qilmagan narsalarni ham o'rganishadi. Chunki bunaqa narsa bor ekan, mani o'rtog'im o'rganyapti, yana boyagi muhitga qaytamiz. Mani o'rtog'im o'rganyapti, sinfdoshim boryapti, mana kubik Rubikka boryapti, mana futbol chempionati bo'ldi, mana basketbol bor ekan, deydi-da qo'shiladi. Aikido to'garagi bor edi bizda. Bitta sinfdosh, bitta o'quvchi boshladi, 6-sinfdan adashmasam, ketidan 5 ta bola keldi shuni. Men ham qatnashaman dedi. Sinfdoshim kelyapti-ku, u mendan kuchli bo'lib ketadi. Hozir men bo'lmasa qatnashmasam bo'lmaydi dedi. Ya'ni bu hamma o'zi reja qilib, shuni o'rganish niyatim bormidi, yo'qmi, ro'yxatda yo'q. Chunki ko'pchilikning ro'yxatini qarasangiz, hamma deyarli ingliz tilini o'rganishni xohlaydi, boring yana matematika bo'lishi mumkin. Lekin fizika bolam o'rganish kerak, ximiya o'rganish kerak deb kim rejasida bor? Vaholanki ximiya, fizika to'garaklarimizga ikkaloviga ham 12 ta, 13 ta, 14 tadan oshiq o'quvchilar kelishni boshlashdi. Ya'ni, qiziq ekan, voy tajribalar qilsa bo'lar ekan, voy raketa yasasa bo'lar ekan deb turib qiziqib ketishdi. Robototexnika to'garagiga nechta bolamiz kelyapti? Maktabda tanishishdi. Demak, reja qilmasdan turib, mana shu fanlarga qiziqish imkoniyati ham bo'ladi. Bu xususiy maktabning afzalliklari. O'quv markazida buni iloji yo'q. Siz o'zingiz nimalar bor ekan, qanaqa o'quv markazlari bor ekan deb ota-ona sifatida yoki o'quvchi sifatida qidirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu demak xususiy maktablarning afzalliklari. Men narxi bo'yicha gapirmadim. Chunki biz bolamizga o'sha bir nechta narsani o'rgatmoqchi deb tasavvur qilyapmiz-da hozir. Ya'ni xususiy maktab qimmatroq bo'ladi odatda, 4-5 million, 6 milliondan boshlanishi mumkin. O'quv markazi yaxshilari bitta fan 1 milliondan. Shuning uchun hammam narx bo'yicha solishtirmayapman. Chunki agar xususiy maktab berayotgan narsani men alohida repetitorlarda beraman desangiz, o'sha narxga eng kamida o'sha pulga tushamiz. Chunki ovqati bor, har bittasiga borish yo'l kirasi bor, har bittasini orasida transport bor, yo'qotadi, vaqt yo'qotadi. Har bittasida eng zo'rini tanladingizmi, demak to'lovi 1 million. Masalan, ITda eng zo'rini tanladingiz, 1 million to'laysiz, ingliz tiliga 1 million to'laysiz, matematikaga 1 million to'laysiz, keyin yana nimagadir 1 million to'laysiz. 4 ta faningizni o'zi, bitta sport tanladingiz, 500 ming bo'lishi mumkin, 4,5 million bo'ldi. Va ular orasida ovqatlanish kerak, 5,5 million bo'ladi. Shuning uchun ham men narx bo'yicha umuman solishtirish qilib o'tmadim. Narxda ikkalovini men teng deb o'ylayman. Shunchaki o'quv markaz bitta fanni tanlagani uchun o'sha narxga 1 millionga yaxshiroq, tezroq natija qilishi mumkin. Maktab bo'lsa, ko'p bolani bitta joyga yig'ib o'qitgani uchun eng zo'r, shahardagi eng zo'r o'qituvchini olib kela olmas matematikadan. U o'qituvchi o'quv markazida ikkinchi o'rindagi o'qituvchini olib kelish mumkin, lekin har bitta bolani matematikadan o'rgatib chiqara oladi. Demak, oxirida xulosa qiladigan bo'lsak, ikkalovingiz bir-biridan zo'rmi? Yo'q, aslo bunaqa demoqchi emasmiz. Biz ikkalovini ham yurg'izganmiz, ikkalovini ham ichini bilamiz, juda ham yaxshi. Bolangiz kim? Farzandingiz necha yosh? Nima xohlayapsiz? Shunga bog'liq. Agar siz, meni bolam mustaqil, maktabda o'qiydi hozir, tekin maktabda o'qiydi va uni do'stlari yaxshi, muhitidan men qoniqyapman, zo'r maktab. Lekin ba'zi mana 1, 2, 3, 4 fanlaridan men ko'proq narsa kutyapman. Takrorlashini xohlayapman. Yana yaxshi natija qilishini xohlayapman. Misol uchun mana 8-sinfda qanaqadir mahalladagi yoki rayondagi kuchli ixtisoslashgan maktabda o'qiydi, bepul o'qiydi. Do'stlari zo'r, hammasi imtihon bilan kirgan. Bo'ldi. Endi soat 2 dan keyin, 3 dan keyin bola bo'sh. U maktabni bolalar 11-sinfga borib ingliz tilidan IELTS oladi. Siz tezroq olishini xohlayapsiz. Bo'ldi, ingliz tiliga berasiz. Qo'shimcha yana o'g'il bola bo'lsa, robototexnikani, fizikani o'rgansin, balki ertaga muhandis qilaman. Yoki matematikani o'rgansin va buxgalteriyani o'rgansin. Ertaga men moliyachi qilaman, shunga qiziqyapti. Yoki ximiya, biologiya o'qisin, men uni shifokor qilmoqchiman dedingiz. Mana shu holatda sizga repetitor yaxshi bo'ladi. 1. Bolangiz muhiti yaxshi. 2. Bolangiz o'zi mustaqil ko'chada qatna oladi, sizni ovora qilmaydi. 3. U bolangiz o'zi o'qib yurgan joydan, sinfdoshlaridan mamnun, faqat o'qituvchilardan mamnun emas, u yetib ola olmayapti. Mana bu holatda bizga eng yaxshi tanlov repetitor bo'ladi. Taxminan bitta fan uchun 1 million, balki endi bu nechinchi yilda olinayotganini bilmayman. Shuning uchun boring yana 10 kilo go'sht puli deylik yoki 8 kilo go'sht puli deylik. 10 yildan keyin ko'rib qolsanglar bu videoni. Mana shu pulga demak bolani o'qitish mumkin. Va ko'pincha mana Xitoyda, Koreyada, Yaponiyadan xuddi shunaqa qilishadi. Odatda bitta yaxshi o'sha mahalliy maktab tanlab turib, o'sha yerga berib, keyin 4 ta, 3 ta, 2 ta fandan repetitorga berishadi. Endi ikkinchi variant bor. Bolani sinfdoshlaridan qoniqmayapsiz.
Hattoki o'qituvchilari zo'r bo'lsa ham, o'rtoqlari, birga yurgan, kirib chiqayotgan maktabdagi bolalardan qoniqmayapsiz. Ularning tarbiyasi, ularni gapirayotgan gapi, savollari, ko'rayotgan kontenti sizga to'g'ri kelmaydi. Sizni farzandingiz, siz ularga o'xshashini xohlamayapsiz. Va muhit bolani doim pastga tortyapti yoki dangasa qilyapti. Ana o'rtog'im ham qilyapti-ku, nega men qilmayman? Nega menga iPhone olib bermaysizlar? Nega biz dam olishga bormaymiz? Nega men bunaqa qattiq o'qishim kerak? Hech kim o'qimayapti sinfimda degan gaplar bor. Bolani o'zi aytyapti, sinfdoshlaridan qoniqmayapti. Mana bu holat. Bu holatda biz repetitor bilan muammoni yecha olmaymiz. Chunki bolaning eng muhim payti ertalab, vaqti va motivatsiya olishga, ruhlanish kerak bo'lgan joyi uni ertalab maktabda o'tyapti va u muhitidan norozi. Bu holatda biz maktabni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Mayli xususiy maktab bo'lmas, pulimiz bo'lsa xususiy maktab bo'lgani yaxshi va eng muhim bu yerda joyi bor, bolalarni imtihon qilib oladigan xususiy maktab bo'lishi kerak. Biz shunaqa qila olamiz deb ayta olamiz. 2 yil davomida biz 100 dan oshiq bolani imtihondan o'tmagani uchun qaytardik. Mana kecha hali o'quvchisi yo'q maktabimizning o'zida 20 ta bola qaytarib yubordik. Ya'ni hali biz o'tda o'quvchimiz yo'q, lekin biz olmaymiz deb 20 ta bola qaytardik. Chunki nimaga ertaga biz bu narsani gapirib turib o'zimizni bolalarimiz uyaltirib qo'yadigan bola bo'lishini xohlamaymiz. Endi bola boyiga imtihon qilib olinadigan maktabga kirdingizmi, farzandingiz olindimi? Mana bu maktabda o'qib, keyin agar u bepul maktab bo'lsa, repetitorga bersak bo'ladi. Yoki hammasini bitta qilib, yaxshi xususiy maktabga bersak bo'ladi. E'tibor beraylik, u bola albatta imtihon bilan o'tishi kerak. Endi mana bu men repetitorga qatnayman, 3 ta transport, u yoqqa bu yoqqa bormaydi, yo'q, bitta joyga boradi. Ingliz tilisi, robototexnikasi, matematikasi, fizikasi hammasi bitta joyda bo'lsin deydigan ota-ona bo'lsangiz va u yaxshi maktab, sinfdoshi ham yaxshi bo'lsin desangiz, demak, boyagi xususiy maktab tanlovi yaxshi bo'ladi. Ha, 100% o'quv markazidagi o'qitib bera olmasligi mumkin. Ya'ni o'quv markazi 1,5 yilda o'qitadigan narsani 3 yilda o'qitishi mumkin. Lekin u hamma fanni o'qitib beradi. Shuni hisobga olishimiz kerak. Biz ota-onalarimiz keladi, doim solishtirishadi. Mana qo'shnimning bolasi repetitorga boruvdi, matematikadan 1 yilda tugatib qo'yibdi. Butun anaqasini 3 yillik dasturni yoki ingliz tilidan 2 yilda IELTS olib qo'yibdi. Siz mana endi 1 yilda yoki 2 yilda o'rtasiga keldi deydi. Biz aytamiz, bir kitob ko'r. Ingliz tilidan tashqari fizika o'qiyapti, ximiya o'qiyapti, sportda natijalarga erishyapti, shaxmat o'rganyapti. Ya'ni bitirguncha hammasini qilib beramiz biz ham. Faqat u hamma tomonlama yetishgan bola bo'lib chiqadi. Balki 9-sinfgacha qilarmiz, balki 8-chi, hamma bola har xil. Lekin har bitta bitiruvchimiz, mana o'tgan yilgi natijalarimizdan aytganda aytdik, bu yil ham, o'tgan yil ham 34 tadan 33 ta, 45 tadan 44 ta o'quvchimiz IELTS ingliz tili natijasi bilan chiqishyapti. Matematikani ham, fizikani ham, tarix, hamma fanni shunaqa qilish rejamizda bor. Ya'ni bolani hamma bitiruvchimiz hamma fanimizdan natija qilib chiqsin. Chunki biz bu dunyoqarash beradi. Kelajakda fanini o'zini kasbini tanlash oson bo'ladi. Lekin farzandimiz tanlab olgan bo'lsa, yo men aytishnik bo'laman, men muhtim yaxshi maktabdagi, davlat maktabidagi yoki tekin maktabdagi, meni muhtim yaxshi va men aniq hozir IT o'qishim kerak, matematika o'qishim kerak, IELTS olishim kerak degan maqsadi bo'lsa, mustaqil bo'lsa, bu holatda o'qituvchi topib, o'zi transport topib bora oladigan bo'lsa, bu farzandimizga repetitor yaxshiroq. Umumiy olganda men xulosa bera oldim deb o'ylayman. Aytganimdek, ideal yechim yo'q. Maktablar orasida repetitordan arzon chiqadigan maktablar ham bor. Ya'ni 5 ta repetitor 5 million, lekin maktab 3 million. Bu holatda men o'ylab ko'rgan bo'lardim. Demak, u hamma fanni yaxshi o'qita olmaydi. Qaysi fanlarni yaxshi o'qitadi? U fanlar menga kerakmi? Yoki 20 million bo'lgan maktablar bor. Bu maktablar faqatgina repetitor fanlarni o'rgatib emas, balki xalqaro sayohatlar, har xil kulolchilik yoki ot minish, kamonchilik yoki shunga o'xshagan basseyn, balki shunga o'xshagan to'garaklar ham qo'shib berar. Ba'zi maktablar bor, va faqat men ta'lim qilaman, ya'ni fanlarni o'qitaman emas, balki mustaqil o'rganishni ham o'rgataman. Ya'ni kitob o'qishni o'rgataman, tarbiyani o'rgataman yoki har xil jamoadoshlari boshqa sinflar bilan birlashtirib loyihalar qilishni o'rgataman. Xalqaro universitetlarga tayinlayman va kira oladigan, grant yutadigan bola qilaman deb aytadi. Misol uchun bizning maktabimiz shunaqa deydi, ya'ni biz faqat o'qitamiz demaymiz, kitob o'qishni ham o'rgatamiz, ya'ni mustaqil ham bola o'qisin deymiz. Undan tashqari sport tomondan bola rivojlansin deymiz. Undan tashqari o'zi loyihalar qilsin bolalarimiz deymiz. Mana bu ta'lim, ya'ni o'quv markazlarini hammasi ham qilib bera olmaydigan holat. Mana shu narsalarga ham e'tibor berishimiz kerak. Umumiy men xulosa ola oldinglar deb o'ylayman. Ajratgan vaqtinglar uchun rahmat. Keyingi videolarda qanaqa turib biz agar maktabga, xususiy maktabga pulimiz bo'lmasa yoki hozirgi muhitidan norozi bo'lsak farzandimizni qanaqa qilib bunga muhit o'z qo'llarimiz bilan yaratib berish haqida gaplashamiz. Ko'rishguncha rahmat. Sog' bo'ling.